Elektr toki tom ma'noda mo'jizaga o'xshaydi. Elektr maydonlarining paydo bo'lishini, uning harakati, kuchlanishi haqida fan tushuntirib bersa-da, aqlga sig'mas jarayonlar ham ko'p. U tabiatda erkin mavjud emas, shu bois ham uni ishlab chiqarishadi. Elektr energiyasi elektrostansiyalarda paydo bo'ladi va xalq hamda ishlab chiqarish iste'moli uchun yo'naltiriladi. Elektr energiyasi asosan gidroelektrostansiyalar, issiqlik va atom elektrostansiyalarida hamda shamol va quyosh elektrostansiyalarida ishlab chiqariladi. Bugungi dasturimizda aynan mazkur jarayonlar, ularning bir-biridan farqlari hamda yutuq va kamchiliklari haqida so'z yuritamiz. Gidroelektr stansiyalar. Quyosh va shamol kabi qayta tiklanadigan energiya manbalari bug'lanayotgan gidroelektr energiyasini tezda egallab olishiga qaramay, u hali ham jahon elektr energiyasining eng katta ulushiga ega. Aslida 20-asrda gidroenergetika shunchalik katta ediki, uning kuchi va mo'lligi uchun oq ko'mir deb atashardi. Gidroelektr energiyasini ishlab chiqarishning birinchi va eng oddiy texnologiyasi bo'lgan. Gidroelektr energiyasi qayta tiklanadigan energiya manbai sifatida tavsiflanadi. Nima uchun deysizmi? Suv tufayli. Suv bulutlarga bug'lanib, yog'ingarchilik sifatida yer yuziga qaytadi. Suv aylanishi doimiy ravishda yangilanib turadi va undan qayta elektr energiyasini ishlab chiqarish mumkin. Gidroelektr energiyasi shunchaki tushayotgan yoki oqayotgan suvdan energiya ishlab chiqarishni anglatadi. Quvvat ishlab chiqarish uchun daryolarda to'g'onlar quriladi. Keyin turbinalarni harakatlantirish uchun suvni doimiy oqimi ishlatiladi. Shundan so'ng aylanadigan turbinalar harakatlanuvchi suvning kinetik energiyasidan foydalanadilar. Bu esa o'z navbatida generator ichidagi magnitlarning aylanishiga va elektr energiyasini ishlab chiqarishga olib keladi. Keyin esa suv turbinalardan chiqib, to'g'on ostidagi oqimga qaytariladi. Harakatlanuvchi suv bu shaharlarni, qishloqlarni va hatto mamlakatni yoritadigan kuchli energiya manbaidir. Garchi gidroenergetika orqali energiya ishlab chiqarilsa ham, u hech qanday gazlarni tabiatga chiqarmaydi. Lekin daryolardagi ulkan to'g'onlarning qurilishi va uning to'sib qo'yilishi daryoning normal oqimini o'zgartiradi. Ko'chib yuruvchi baliqlarning o'tishini to'xtatib qo'yishi jiddiy ekologik muammolarga ta'sir ko'rsatadi. To'satdan suv toshqinlari, zilzilalar sodir bo'lishi ham mumkin. Issiqlik elektr stansiyalari. Ko'pchilik fuqarolarimiz, hattoki jamoatchilikning eng faol a'zolari ham issiqlik elektr energiyasi deganda issiqlik energiyasini, ya'ni issiq suvni yetkazib beruvchi korxonani tushunishadilar. Aslida issiqlik elektr stansiyalari bu iqtisodiyotimiz va kundalik hayotimiz asosi, chunki iste'molimizda bo'lgan elektr energiyasining asosiy qismi aynan shu stansiya va markazlarda hosil qilinadi. Issiqlik elektr stansiyalari qattiq, suyuq va gaz holatdagi organik yoqilg'ilarning issiqlik energiyasini elektr energiyasiga aylantiradigan qurilmalar majmuasi hisoblanadi. Asosiy energetik agregatlar qatoriga suv yuradigan quvurlar batareyasidan iborat qozon tizimi, bug' turbinalari va turbogeneratorlar kiradi. Qozon tizimiga yuboriladigan suv yuqori bosimli bug'ga aylantirilib, turbina parraklariga beriladi. Natijada turbina bilan mexanik bug'langan generator tegishli tezlikda aylantirilib, mexanik energiya elektromagnit induksiya qonuniga binoan generatorda elektr energiyasiga aylanadi. Issiqlik elektrostansiyasida ishlatiladigan yoqilg'i issiqlik energiyasining 30%gina faqat elektr energiyasiga aylantiriladi. Ya'ni issiqlik elektrostansiyasining foydali ish koeffitsiyenti 30% ga teng. Foydali ish koeffitsiyenti qiymatini oshirish maqsadida qozondagi bug' bosimi iloji boricha yuqori qilinadi va turbina parraklaridan o'tib ish bajarib bo'lgan bug'ning hammasi sovutgichlar vositasida sovutilib, qayta suvga aylantiriladi va qozon tizimiga yuboriladi. Bunday issiqlik elektr stansiyasini kondensatsiyaviy elektr stansiyalari deyiladi va ularda foydali ish koeffitsiyenti qiymati 30-35% gacha ko'tariladi hamda suv berk tizimda aylanishi sababli quvurlar batareyalardan iborat qozonni ta'minlash ishlari keskin qisqaradi. Issiqlik elektrostansiyalar odatda qattiq, suyuq yoki gaz holatdagi arzon yoqilg'i koni yaqinida quriladi. Stansiya generatorlardan olingan elektr energiyasining asosiy qismi bir necha 100 kilometr masofadagi iste'molchilarga kuchaytiruvchi transformator va yuqori voltli elektr uzatish liniyalari vositasida yetkaziladi. Qolgan qismi esa stansiyaning o'z generator kuchlanishida yoki pasaytiruvchi transformator orqali beriladi.
Elektr energiyasi bilan ta'minlash ko'lamiga qarab issiqlik elektrostansiyalari tuman sanoat korxonalari qishloq shahar miqyosida kommunal xo'jalikda foydalaniladigan xillarga bo'linadi. Issiqlik elektrostansiyalari yaxlit elektr tizimiga birlashtirilib yoki alohida ishlatilishi mumkin. Atom elektrostansiyalari texnologik sxemasi jihatidan issiqlik elektrostansiyalari turiga kiruvchi elektrostansiyasidir. Oddiy issiqlik elektrostansiyalarida ko'mir, neft, qoramoy va gaz yoqilsa, atom elektrostansiyasida yoqilg'i sifatida uran ishlatiladi. AESning asosiy qismi atom qozoni, ya'ni atom reaktoridir. Atom elektrostansiyasi atom yadrosi ajralib chiqishi natijasida hosil bo'ladigan reaksiya asosida ishlaydi. Ushbu jarayonda asosan uran yoki plutoniy atomlari ishtirok etadi. AESda urandan foydalanish uchun uran rudasi kukuniga aylantiriladi. So'ngra uran kukuni metall tabletka ko'rinishiga keltiriladi. U kichik kolbalarga preslanadi va 1,5 ming daraja haroratda bir necha sutka kuydiriladi. Aynan mana shu uran tabletkalari yadroviy reaktorga joylanadi. Bitta reaktorda bir vaqtning o'zida 10 million tonnaga yaqin uran tabletkalari ishlatiladi. Atom yadrolari neytron ishlab chiqaradi. Neytronlar yangi neytronlarni hamda ulkan kinetik energiyaga ega zarralarni hosil qiladi. Aynan mana shu energiya atom stansiyasi faoliyatining asosini tashkil qiladi. Atom reaktorda reaksiya vaqtida ajralgan energiya issiqlikka aylanadi va issiqlik tashuvchiga o'tadi. So'ngra issiqlik tashuvchidagi harorat maxsus issiqlik almashuvchi qurilmalar orqali ikkinchi konturga oddiy suvga o'tadi va uni qaynatadi. Qaynash natijasida hosil bo'lgan suv bug'i turbinani aylantiradi. Turbina elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi generatorni harakatga keltiradi. Shunday qilib, AESning ishlash tarzi xuddi issiqlik elektrostansiyasi kabidir. Faqat ularning o'rtasidagi farq bug'ning qanday yo'l bilan hosil qilinishida. Yadroviy energetikani rivojlantirish tarafdorlari atom elektrostansiyasining ustun jihatlariga e'tibor qaratishadi. Xususan, Jahon yadro assotsiatsiyasi qiziq ma'lumotlarni keltirib o'tadi. Uning hisobotida aytilishicha, AESda 1 gigavat elektr energiyasi ishlab chiqarishda insonning qurboni bo'lishi ko'rsatkichi an'anaviy issiqlik elektrostansiyasiga nisbatan 43 marta kam ekan. Atom elektrostansiyalarining ustunliklariga quyidagilar kiradi. Elektr energiyasi ishlab chiqarish arzonga tushadi. Gaz bilan ishlaydigan 1000 megavat quvvatga ega issiqlik elektrostansiyasi atmosferaga 13 ming tonna va ko'mir bilan ishlaydigan issiqlik elektrostansiyasi 165 ming tonna zararli moddalar chiqaradi. 1000 megavat quvvatga ega issiqlik elektrostansiyasi yiliga 8 million tonna kislorod yutadi. Atom elektrostansiyasi kislorod iste'mol qilmaydi va yuqoridagidek zararli chiqindilar chiqarmaydi. Issiqlik elektrostansiyasiga ko'mir va gaz keltirish katta xarajatlarni talab qiladi. Atom elektrostansiyasiga kerakli uranni esa bitta yuk mashinasiga joylashtirish mumkin. Foydalanilgan yonilg'ini qayta ishlab, undan yana yonilg'i sifatida foydalaniladi. Bitta energiya blokining quvvati 1000-1600 megavatni tashkil qiladi. Atom elektrostansiyalari quyidagi kamchiliklarga ega. Nurlangan yonilg'i xavfli hisoblanadi. Uni qayta ishlash va saqlash murakkab jarayon hamda ko'p mablag' talab qiladi. Atom elektrostansiyalarini qurish uchun katta mablag' va juda ko'p suv kerak bo'ladi. Atom elektrostansiyasi katta miqdordagi radioaktiv chiqindilar chiqaradi va ularni saqlash uchun katta infratuzilma talab etiladi. AES bilan baxtsiz hodisa yuz berishi ehtimoli juda ham kam, ammo biror korxol sodir bo'lsa, og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shamol elektr stansiyasi. Garchi shamoldan energiya olish qariyb bir asrlik tarixga ega bo'lsa-da, texnik imkoniyatlar yaqin kungacha uning samaradorligini chegaralab turibdi. Shu sababli ham shamoldan elektr energiyasi olish sayyoramizda ishlab chiqariladigan elektr energiyasiga nisbatan kam ulushni tashkil qiladi. Ammo so'nggi yillarda ishlab chiqarilayotgan zamonaviy texnologiyalar shamoldan elektr energiyasi olish imkoniyatlarini keskin oshirmoqda. Shamol energetikasining o'ziga xos tomoni shundaki, u barcha energiya manbalari ichida eng arzoni hisoblanadi. Shu sababdan dunyoning ilg'or davlatlarida unga qiziqish ortib bormoqda. Hozirgacha dunyoning 50 dan ortiq mamlakatlarida shamol yordamida elektr energiyasi ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan. Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, umuman dengiz bilan chegaradosh ko'pgina mamlakatlar sohillarida minglab kilometrga cho'zilgan shamol generatorlarini ko'rishingiz mumkin.
Quyosh nurlari nisbatan kam bo'lgan Shimoliy yarim sharqda joylashgan davlatlarda ham shamoldan elektr energiyasini olish strategiyasi allaqachon ishlab chiqilgan va hayotga tatbiq etilgan. Shamol insonlar tomonidan o'zlashtirilgan eng birinchi energiya manbalaridan biri hisoblanadi. Shamolning energiya zapaslari daryoning gidroenergiyasidan 100 barobar ko'p. Lekin bugungi kunda dunyo bo'yicha 107 megawatt soat energiya ishlab chiqariladi. Bu ko'rsatkich dunyo energiya balansining 0,1% ni tashkil qiladi. Butun dunyoda shamol energiyasidan foydalanish bo'yicha turli dasturlar ishlab chiqilgan. Hozir olimlar va injenerlar qishloq xo'jaligi hamda sanoat ehtiyojlari uchun texnik jihatdan takomillashtirilgan kuchli va ishonchli shamol dvigatellarining konstruksiyalarini yaratganlar. Shamol energiyasi qurilmalari. Havo oqimi ham, istalgan harakatlanuvchi jism ham harakat energiyasiga ega bo'ladi. Bu kinetik energiya shamol g'ildiragi yoki boshqa ishchi organi yordamida mexanik energiyaga o'zgartiriladi. Shamol energiyasi qurilmalarini ikki turga ajratish mumkin: mexanik va energetik. Shamol qurilmalarining vazifasiga ko'ra mexanik energiya ijrochi mexanizmlar yordamida elektr, issiqlik, mexanik, shuningdek siqilgan havo energiyasiga o'zgartirilishi mumkin. Havo oqimi kinetik energiyasini mexanik energiyaga o'zgarishi uchun turli shamol dvigatellaridan foydalaniladi. Shamol energiyasini elektr energiyaga o'zgartiradigan asosiy mexanizm shamol turbinasi hisoblanadi. U boshqa turbinalarga qaraganda ko'proq detallar soniga ega. Shamol vtulkaga mahkamlangan parraklarni aylantiradi va ular birgalikda aylanadi. Shunday qilib, parraklar va vtulka birgalikda rotorni tashkil qiladi. Shuningdek, turbinaning parraklarini aylantiradigan va to'xtatadigan konturlar mavjud. Generator aylanadi va elektr energiyani ishlab chiqaradi. Generator, kontrolyor va boshqa qurilmalar parraklar orqasidan qutiga joylashtiriladi. Quyosh fotoelektrostansiyalari. 19-asr o'rtalarida fizika boshqa yutuqlar qatorida elektr energiyasini magnetizm va yorug'lik o'rganishi bo'yicha tajribalar bilan rivojlandi. Quyosh energiyasining asoslari ushbu kashfiyotning bir qismidir. Chunki ixtirochilar va olimlar texnologiyaning keyingi tarixining ko'p qismiga asos yaratdilar. Fotovoltaik effekt quyosh texnologiyasining kalitidir. Fizika va kimyo kombinatsiyasi bo'lgan fotovoltaik effekt yorug'lik paytida materialda elektr toki paydo bo'lganida hosil bo'ladi. Quyosh fotoelektrostansiyalari ekologik toza, xavfsiz, tejamkor stansiya hisoblanadi. Uning ishlash prinsipi quyidagicha: Quyosh nurlari quyosh panellariga tushadi. Quyosh nurlari doimiy tok ko'rinishiga aylantiriladi va akkumulyator batareyalarida saqlanadi. Invertor yordamida doimiy tok o'zgaruvchan tokka aylantiriladi va elektr tarmog'iga uzatiladi. Quyosh fotoenergetikasi jahon bozorida 2005-yildan beri yiliga o'rtacha 40% ga o'sib bormoqda. Kelgusi 20 yil ichida quyosh fotoenergetikasi tufayli 2 milliondan ortiq ish o'rinlari yaratilishi kutilmoqda. Natijada atmosferaga chiqayotgan 352 million tonna turli gazlar kamayadi. 140 ta ko'mir bilan ishlaydigan elektrostansiyalari ishi to'xtatiladi. Quyosh fotoenergetikasining umumiy quvvati 2030-yilgacha borib 650 gigawattni tashkil etadi. So'nggi yillarda jahon bozorida fotoenergetikasiga sarmoya kiritish boshqa qayta tiklanadigan energiya sohalariga qaraganda ko'proq ajratilmoqda.